Assalomu alaykum. YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan hamyurtlar, xudo xohlasa yana bir ishlarimizni yakunlab oldik. Ko'rasizlar, o'zinglar baho berasizlar. Albatta yoqsa layklarni mixlab o'tib ketasizlar. Kimgaki shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilinadi. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab. Men sizlarga qo'ldan kelgancha chiroyli qilib tushuntirib, obzor qilib o'tib ketishga harakat qilaman. Albatta layklarni mixlab qo'yasizlar. Xo'sh, aziz vatandoshlar, bu xonadonimiz Qoratepada joylashgan. Mana bu kaziro esa noodatiy holatda chiroyli qilib, xudo xohlasa tashqi navoga moslab berdi, xudo xohlasa. Bu xonadonimizning tashqi kazirosi hamda tashqi tomondagi shapkalar 50 sm chiqqan, atrofi kaziro edi. Bu tomoni 80 sm chiqqan. Xo'sh, tunikalarimiz doimgidek 04 qalinlikdagi tunika, sifatli tillalardan foydalandik. Burchaklariga ham ahamiyat berasizlar. Tashqi burchak, ichki burchak, navo burchak hamma yoq go'zal holatda bo'lib chiqqan mana. Doimgidek xudo xohlasa sifatli ish. Uyda egalariga hamma yoq yoqdi hamda ustalarimizga ham hamda ustalarni ishini olib borayotgan odamlarga kimki hissasini qo'shgan bo'lsa shu tunikaga hammasiga xudo xohlasa rahmat aytib duolar qilib qo'yishyapti. Nimagaki ish sifatli, orqasidan boshqa ish bo'lmaydi yoki chaqir, baqir, hani do'mbira choldirib 110 millik ishlardan emas. Hamma yoqqa ahamiyat berilgan. Ichki burchakmi, tashqi burchakmi, navoda tashqi burchagi bormi, ichki burchagi bormi? Hamma yog'iga ustalarimiz tomonidan mohirona yondashilgan. Mana xorilarni tagi ham hamma plan bilan. Xo'sh, bu xonadonimizni tashqi tomoni, tashqari shapkalari edi, ko'cha shapkalari. Bu xonadonimizning ravatxona qismi. Atrofiga akrildan foydalandik hamda bu ham tashqi navo. O'nli tillada bo'lgan, sifatli tilla, bir dona kosmos gulimizni qo'yib berdik. Mana xorlarim tayini ham o'ta ham bir go'zal holatda qilib, o'ziga moslab o'ralgan har bir joyi. Mana shapkalarimiz 3 xil razmerda bo'lishiga qaramasdan bilinmaydi. Qoshli fason 90 gradus tashqi navo. Mana yerning shapkasi misol 1 metr oladigan bo'lsa, bu yer 170 chiqqan evaziga burchak shu holatda keladi. Boshqa varianti yo'q bu yerda. Mana tashqi navo hamda ichki navo burchaklari. Bu xohlasa hech qanday bir nuqsoni yo'q. Go'zal holatda bo'lyapti. Hamda bitirib berdik. Mana shu shapkamiz ham shu tarzda, misol bu yoq 1.30 bo'lsa, bu yoq 1 metr. Shuni evaziga burchak bittasi katta, bittasi kichik keladi. Xo'sh, bu xonadonimizning общий tashqari shapka, ichkari shapka hamda ravatxona gullari, akrillari, kosmoslari bilan birga 26 million so'mga tayyor bo'ldi. Kimgaki shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilinaveradi. Xizmatlarimiz doimgidek aziz vatandoshlar vodiy bo'ylab.